Yosin surasi Makka da nozil qilingan 83 oyatdan iborat. Yosin so'zi tafsirida ey inson, ey Muhammad, ey Sayyid kabi rivoyatlar bor. Surada Muhammad alayhisalomning haqiqiy payg'ambar ekanliklari, Iso alayhisalom tomonidan Antokiyaga, Vizantiyaning qadimiy shahriga yuborilgan elchilarning ko'rgan kechirganlari, Habib an-Najjor ismli shaxsning iymon yo'lida qurbon bo'lishi, quyosh, oy, yulduzlarning ilohiy qonuniyat asosida faoliyat ko'rsatib turishi, shuningdek jannat va do'zax ahlining qiyomat kunidagi holatlari, tavhid, qayta tirilish haqligiga dalolat qiluvchi oyatlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Yosin. Ey Muhammad, ushbu hikmatli Qur'on bilan qasamyod etamanki, haqiqatan siz payg'ambarlardandirsiz. Siz to'g'ri yo'ldadirsiz. Bu Qur'on qudratli va rahimli Allohning nozil qilgan kitobidir. Toki ota-bobolari ogohlantirilmay g'ofil bo'lib qolgan qavmni ogohlantirgaysiz. Ularning ko'plariga kufrda bo'lurlar degan lafz muqarrar bo'lgandir. Bas ular iymon keltirmaslar. Dar haqiqat biz ularning bo'yinlariga kishanlarni solib qo'ydik. Ular kishanlar to iyaklarigachadir. Bas ular kekkayuvchidirlar. Yana ularning oldilaridan bir to'siq parda, ortlaridan bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik. Bas ular ko'ra olmaslar. Ey Muhammad, siz ularni ogohlantirdingizmi yoki ogohlantirmadingizmi, ularga barobardir. Iymon keltirmaslar. Siz faqat zikr, Qur'onga ergashgan va Rahmondan g'oyibona qo'rqqan kishilarnigina ogohlantira olursiz. Bas o'shalarga mag'firat va ulug' mukofot, jannat xushxabarini bering. Albatta biz o'liklarni tiriltirurmiz va ularning o'limidan oldin yuborgan amallarini hamda qoldirgan asoratlarini, ommaga foydali yoki zararli ishlarini yozib qo'yurmiz. Biz aniqlab beruvchi imom Lavhul Mahfuzda barcha narsani hisobga olganmiz. Ey Muhammad, siz ularga qishloq ahlini, u joyga elchilar kelgan paytini misol keltiring. O'shanda biz ularga Iso orqali ikkita elchini yuborganimizda, ular ikkisini yolg'onchiga chiqarishgach, uchinchi elchi bilan quvvatlantirdik. Bas uchala elchi Antokiya ahliga haqiqatan biz sizlarga iymonga da'vat qilish uchun yuborilgan elchilarmiz dedilar. Ular sizlar ham xuddi bizga o'xshagan odamlarsiz. Rahmon Alloh biror narsa vahiy nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz dedilar. Elchilar aytdilar:
Rabbimiz bilurki, bizlar albatta sizlarga yuborilgan elchilardirmiz. Bizlarning zimmamizda faqat Allohning vahiysini sizlarga aniq yetkazishgina bordir. Ular dedilar: bizlar sizlardan shumlanmoqdamiz. Qasamki, agar da'vatlaringizni to'xtatmasangiz, sizlarni albatta toshbo'ron qilurmiz va sizlarga biz tomondan alamli azob yetar. Elchilar aytdilar: shumlanishingiz sababi o'zlaringiz bilandir. Sizlarga nasihat qilinsa shumlanasizlarmi? Yo'q, sizlar haddan oshgan qavmdirsiz. Shu payt bir kishi shaharning chekka joyidan shoshgancha kelib dedi: ey qavmim, bu elchilarga ergashingiz, o'zlari hidoyatda bo'lgan va sizlardan haq so'ramaydigan zotlarga ergashingiz.